Hammaga salom do'stlar. Bugungi kunda Marvel kino olami eng katta va eng muvaffaqiyatli franchiza hisoblanadi. Hammasi 2008-yilgi Temir odam filmidan boshlanganda. Aniq aytsak, mana bu sahnadan. I don't want to see this on your MySpace page. Mana bu belgiga e'tibor qiling. Bu belgini tarixda dastlab 1941-yilda belgiyalik siyosatchi Viktor de la Ville tomonidan ishlatilgan va hozirda bu belgi tinchlik belgisi deb hisoblanadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Marvel filmlarida Tony shu belgini ko'p marta ishlatgan. Bunga sabab uni himoyalab ketayotgan askar shu belgini ko'rsatgani umrbod uning esida qolib ketgan. Bilamizki, o'sha askarning o'limi Tonyga juda qattiq ta'sir qilgandi. Amerikalik askarlarni himoyalash uchun yaratgan qurollarimdan ularni o'ldirishayotganini ko'rdim. Tony o'sha odamlarning o'limida o'zini aybdor deb hisoblaydi va o'shandan buyon dunyoda tinchlik o'rnatish uning asosiy maqsadi. Peace in our time. Ammo men bugun boshqa narsa haqida gaplashmoqchiman. 2 oycha avval Robert Downey yana muxlislar oldida yana o'sha belgini ko'rsatdi. Men avvaliga buni shunchaki Robert Downeyning odatlanib qolgan belgisi deb o'yladim, ammo bu xato bo'lib chiqdi, chunki boshqa rollarda bu belgi ishlatilmagan, faqatgina Temir odam rolida. Bu aktyor 7 yildan buyon Temir odam rolini o'ynayotgani yo'q, ammo muxlislar ichida u yana shu belgini ko'rsatganiga qaraganda, Qasoskorlar 5 film uchun u yana Tony Stark rolini o'ynagan bo'lishi mumkin. O'zi shundoq ham ko'plab insiderlar Tony Starkning qaytishi haqida xabar qilishgan edi. Robert Downey ko'rsatgan belgi esa buni tasdiqlagandek bo'ldi. Yana aytaman, aktyor boshqa rollarda bu belgini ishlatmagan, faqatgina Tony Stark rolida yoki Qasoskorlar 5 filmida Doom ham shu belgini ko'rsatadi. Bu ham ehtimoldan xoli emas. Ammo nima bo'lganda ham Robert Downey Qasoskorlar 5 filmining bosh qahramonlaridan bittasi bo'lishi aniq. Ikkinchisi esa Chris Evans bo'ladi. Kapitan Amerika doim kino olamining eng muhim qismi bo'lgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. E'tibor qiling, Qasoskorlar 5 filmining ilk tizeri aynan Kapitan Amerikaga bag'ishlangan. Marvelning o'tkazayotgan tadbirlarida ham Chris Evans va Robert Downey qatnashmoqda. Shunday ekan, bu ikkisi Qasoskorlar 5 da ham juda katta ahamiyatga ega bo'lishadi. Shu jumladan Qasoskorlar 6 da ham. Aslida insiderlar Qasoskorlar 5 filmida muhim bo'lgan qahramonlar 6-qismda unchalik muhim bo'lmaydi deyshmoqda. Ammo Kapitan Amerikaga bu gap tegishli emas. U ikkala filmda ham bosh qahramon bo'ladi. Negaligini hozir tushuntiraman. Maxfiy urushlar komiksida hal qiluvchi rolni Mr. Fantasticga berishgan. Yakuniy jang aynan Mr. Fantastic va Dr. Doomning jangi bo'lgan. Yana aytaman, bu narsa komiksda bo'lgan. Ammo kino olamida Mr. Fantastic juda unaqa darajada muxlislar mehrini qozona olmadi. Pedro Pascal muxlislar mendan xafa bo'lishmasmi? Lekin u Qasoskorlar 6 filmida bosh qahramon bo'lishga munosib emas. Kim munosib ekanligini esa hammamiz yaxshi bilamiz. Kapitan Amerika Qasoskorlarning hamma filmlarida katta ahamiyatga ega bo'lgan va ayniqsa aka Cruz Solar Steve'ni eng muhim qahramon qilib ko'rsatishni yoqtirishadi. Shunday ekan, ishonchim komilki Steve Qasoskorlar 5 da ham, 6 da ham eng asosiy qahramon bo'ladi. Umuman olganda Marvelda boshqa variant ham yo'q. Agar Steve bo'lmasa kim? Lochin uning o'rnini bosa olmaydi. Mr. Fantastic umuman hayron qoldirmadi. Balki unchalik mashhur emas. Kapitan Marvel esa o'zining ikkinchi filmidan keyin eng ma'nosiz super qahramonga aylanib qoldi. Va Kevin Feige bu qahramonlarning hech qaysisini Qasoskorlar jamoasi yetakchisi sifatida ko'rsata olmaydi. Albatta, Thor ham Qasoskorlar uchun yaxshi yetakchi bo'lishi mumkin edi, ammo Kapitan Amerika turganda menimcha Thorning imkoniyati kam. Buning ustiga komiksda maxfiy urushlar boshlanishidan oldin Thor va Gabriel dunyoni qutqarish uchun Beyonderlar bilan jang qilishadi va halok bo'lishadi. Filmda ham shunga o'xshash vaziyat bo'lishi mumkin. Gabriel xuddi Supermenga o'xshash personaj va u shunchalik kuchliki, komiksda u ikkita to'qnashayotgan koinotni ma'lum vaqtga ushlab qola olgan. Ko'plab insiderlarning aytishicha, Momaqaldiroqlar filmidagi Sentry personaji Qasoskorlar 5 filmida ikkita to'qnashayotgan olamni ushlab qola oladi. Ya'ni xuddi komiksdagi Gabriel qilgan ishni qiladi. Katta ehtimol bilan Marvel Qasoskorlar 5 filmida Gabrielni Sentry bilan almashtirishadi. Ya'ni komiksdagi Thor va Gabriel o'rniga kino olamda Thor va Sentry bitta jamoa bo'lib ishlashadi. Ammo boya aytganimdek, boshqa qahramonlar bu Steve Rogers va Dr. Doom bo'lishadi. Bu sohada yana bitta qiziqarli mish-mish paydo bo'ldi.
bo'ldi. Fantastik to'rtlik filmida mana bu sahnada Steve Rogersga juda o'xshab ketadigan odam ko'rsatilgan. Uning yuzi ko'rinmayotgan bo'lsa-da, uning sochlari va kiyinish uslubi aynan Steve Rogersnikidek. Buning ustiga bundan ancha avval Chris Evans Fantastik to'rtlik filmida qatnashishi haqida insight bo'lgan edi. Menimcha bu chindan ham Steve Rogers va u negadir Fantastik to'rtlik olamida yashayapti. Suratga olish maydonchasidan Steve va Peggy'ning uyi va Doktor Doomni bitta sahnada qatnashishi ma'lum bo'lganda, demak Doktor Doom qandaydir sababga ko'ra Kapitan Amerikaning uyiga kelgan. Ammo aynan nima sababli? Albatta ko'pchilik muxlislar Doktor Doom Steve'ni o'ldirish uchun kelgan deb o'ylashdi, ammo bu mantiqsizlik, chunki Steve filmning boshida o'lib ketmasligi aniq. Shu joyda menda bitta g'alati taxmin paydo bo'ldi. Doom Steve'ni o'ldirish uchun emas, balki qutqarish uchun kelgan bo'lishi mumkin. Bilaman, g'alati eshitiladi, ammo e'tibor qiling, Steve'ning uyi New Jerseyda. Bizga ma'lumki, Magneto bu filmda New Jerseyni yer bilan bitta qiladi. Magneto destroys New Jersey. Bundan tashqari filmda Magneto va Doktor Doomning jangi bo'lishi aytilgan. Hammasi mos kelyapti. Magneto New Jerseyga hujum qiladi, Doom esa Steve'ni qutqarish uchun uning uyiga keladi va Magneto bilan jang qiladi. Natijada New Jersey vayron bo'ladi. Bu mening taxminim. Agar sizda boshqa fikr bo'lsa, yozib qoldirishingiz mumkin. Hozir nima o'ylayotganligingizni bilaman. Nega Doom Steve'ni himoyalashi lozim? Bilmadim. Lekin Fantastik to'rtlikni ham Doom omon qoldirgan. Ishonchim komilki, Franklinni ham o'g'irlamagan. Aks holda Ben, ya'ni tosh odam mana bunaqa xotirjam bo'lmasdi. Then, Yancey Street between Broome and Grand. Doom Fantastik to'rtlikka umuman ziyon yetkazmagan va hattoki aksincha ularni xavfsiz olamga olib o'tgan. Demak, Doom Steve Rogersga ham ziyon yetkazmasligi mumkin. Sababini bilmaymiz, ammo Fantastik to'rtlikni omon qoldirgani bu fakt. Yana suratga olish paytida ma'lum bo'lgandiki, Fantastik to'rtlik va X odamlar o'rtasida ham jang sahnasi bo'ladi. Ya'ni Magneto New Jerseyga yolg'iz kelmagan. X odamlar jamoasi qanchalik kuchli ekanligini hisobga olsak, Fantastik to'rtlikda deyarli imkon yo'q. Negaligini bilmayman, ammo menimcha aynan Doom sababli qahramonlar eson-omon Wakandaga yetib olishadi. Video boshida men Doktor Doomning Tony Stark bilan o'xshashligi haqida aytib o'tgandim. Bundan tashqari men ancha avval Doktor Doomni o'zimizning Tony Stark deb taxmin qilgandim va ochig'i hali ham bu taxminga ishonyapman. Agar bu rost bo'lsa, Doom nima sababdan Kapitan Amerikani Magnetodan himoyalashi tushunarli, chunki Steve uning do'sti. Ammo albatta bu juda ishonarsiz taxmin. Shunday ekan, o'z taxminlaringizni kommentariyaga yozing. Qanday qilib Steve Magneto va X odamlar hujumidan omon chiqadi, agar eski do'sti unga yordamga kelmasa? Bundan tashqari Doktor Doom nima sababdan Fantastik to'rtlik binosiga kelgani haqida ham yozing. Hali ham Doktor Doom Franklinni o'g'irlamoqchi deb hisoblaysizmi yoki endi unaqaga o'xshamay qoldimi? Fikringiz men uchun juda qiziq. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.